Bo'lsa shunaqa kvartira bo'lsin, Ruday ko'chasi 97 kvadratlik lyuks kvartiramiz sotuvga chiqqan. Hozir bizlar mana shunaqa katta chiroyli mehmonxonada o'tiribmiz. Bu yerda mягкая zona qilingan, devorlar полностью atachenta qilingan, lustraga bitta baho bering. Televizorlar o'rnatilgan. Ana endi boshqa xonalarni ko'rishni boshlaymiz do'stlar. Mana bu yerda bizlarda prixoja mebel qilingan, prixoja eshik, asosiy kirib kelishimiz eshigi va mana bu yerda mягкая zona qilingan holda va mana shunaqa chiroyli qilib dekor bilan termo o'rnatilgan. Ana endi kattalar yotoqxonasini ko'ramiz. Kvartiramiz двухконтурный котел o'rnatilgan, super pol qilingan. Mana bu yer bizlarda kattalar yotoqxonasi bo'lyapti. Kattalar yotoqxonasida ham kravat, shifoner, termolar o'rnatilgan do'stlar. Bitta ayollar yaxshi ko'radigan xona, oshxonani ko'rsatay. Mana shunaqa chiroyli oshxona bo'lyapti. Poldan patologgacha qilingan, hamma mebel texnikalari bor va o'tiradigan joy ham qilingan do'stlar. Ana endi bolalar yotoqxonasini ko'ramiz. Bolalar yotoqxonasi ham juda ham chiroyli qilingan. Bitta kravatcha qo'yilgan, shifoner o'rnatilgan. Bitta baho bering siz ham. Mana shunaqa chiroyli qilingan, menga juda ma'qul bo'ldi. Ana endi mana bu yerda bizlarda общий санузел bo'lgan. Общий санузел ham juda ham chiroyli, dushovая kabinka, unitaz rakimlar o'rnatilgan. Do'stlar, agar kvartiramiz ma'qul bo'lgan bo'lsa, agar qo'shimcha ma'lumot pastda aytsangiz bo'ladi. Videoni tanishlariga bir qo'yish esdan chiqmasin. Ko'rishguncha.